Assalomu alaykum xonjichilar, qanaqasizlar? Tug'imsizlar. Bizda yana yangilikni biri. Mashina o'zini pultida zavod bo'lib turgan bo'lsa, quplasak, polniy sistema o'chadi. Hozir bizda yangilik bo'ldi. Mana quplasak, mashinani oynalari ko'tariladi, quplandi. Mana oyna ko'tarildi. Zashtasi bor, qo'lda tiqadigan bo'lsa, otib yoradi. Quplandi. Mana ko'ring, ichkarini. Muzika hamma narsa ishlayapti. YouTube yonib turibdi. Вот. Hamma narsa ishlayapti. Pultdan quplangan. Даже bagaj и защита zaryadka oladigan joy ham quplangan. Ochadigan bo'lsa, mana ochildi. Onlisda ishlaydi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana bu yoq ham juda ochildi. Mazzami. Bu yozda bizga eng kerakli narsa, yozda yoki qishda magazinga nimadirga tushadigan bo'lsanglar, bitta quflaysizlar, bo'ldi, kirib keturasizlar. Kirib ketib, o'zingizlarning ishinglarni bitkazib, 5 minutmi 10 minutda chiqsanglar, bemalol issiqqina yoki muzlakkina salonga o'tirasizlar. Yozda yoki isib ketadi yoki qishda muzlab ketadi salonimiz. Shuning uchun mana shunaqa xizmatni yo'lga qo'ydik. Elektrik akamiz bilan qildik. Chotki bu yog'i. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar.